Assalomu alaykum. Joriy hafta o'rtasiga qadar dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan Qalampiruzning Midweek dasturi va biz boshladik. Haftaning eng e'tiborini tortuvchi xabarlardan biri bu Rossiya tarkibidagi Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovning o'z lavozimidan ketish uchun ruxsat so'ragani bo'ldi. 5-may kuni u to'satdan iste'foga chiqish niyati borligini ma'lum qildi. Qodirov o'zi haqida shunday mazmundagi juda ko'p mishmishlar borligi, ammo bu tashabbus faqat unga tegishli ekanini aytib, uning ketish haqidagi iltimosi qabul qilinishiga umid bildirgan. Ammo Qodirov o'zining bu bayonotidan ko'p o'tmay Telegramdagi kanalida iste'fo haqidagi gaplarning ma'nosini ko'pchilik tushunmagani, uning rahbarlik lavozimida qolish yoki qolmasligini faqat bir kishi, Oliy bosh qo'mondon Vladimir Putin hal qilishini ta'kidladi. U o'zini piyoda askar deb ta'rifladi va unga berilgan buyurtmalarni bajarishini eslatdi. Bu orada esa Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 7-may kuni Putin va Qodirov o'zaro uchrashishi, keyin esa Checheniston rahbari Rossiya prezidentining ba'zi xalqaro uchrashuvlarda qatnashishini ma'lum qildi. 7-may kuni Qodirov aytilganidek Putin bilan uchrashdi. U Telegram kanalida Rossiya rahbarini hokimiyatdagi 25 yillik yubileyi bilan tabriklab, uni rosa alqadi. Bundan tashqari Qodirov Putinning Maduro bilan uchrashuvida ham ko'rinish berdi. Ma'lumot uchun Ramzan Qodirov 2007-yil 5-aprelda Checheniston rahbari lavozimini egallagan bo'lib, Rossiyada amaldagi mintaqa rahbarlari orasida eng uzoq ishlayotgan siyosatchi hisoblanadi. U so'nggi marta 2021-yil sentyabr oyida qayta saylangan. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Qodirov saylovda 99.7% ovoz bilan g'alaba qozongan. Qodirov saylovdagi mazkur foizlari orqali Shimoliy Koreya diktatori Kim Chen In bilan bemalol raqobat qila olishi mumkin. Qodirovning hozirgi vakolat muddati esa 2026-yilgacha amal qiladi. U joriy yil hisobida atrofida juda ko'plab mishmishlar va boshqa xabarlar yurgani bois tarmoqlarda, matbuotda eng ko'p tilga olingan shaxslardan biri bo'lib turibdi. Masalan, Medialogiya tadqiqotiga ko'ra 2025-yil mart oyida Qodirov ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p tilga olingan mintaqa rahbari bo'ldi, chunki u haqda 166 mingdan ortiq xabar yozilgan. So'nggi paytlarda esa u haqdagi yangiliklar asosan kasallik bilan bog'liq. Ko'plab nashrlar Qodirovning sog'lig'i keskin yomonlashgani haqida tez-tez xabarlar chiqarib turadi. Masalan, gazeta nashri Qodirov Chechenistondan tashqariga kam chiqayotgani, deyarli butun vaqtini Grozniy shahridagi Aymet klinikasida shifokorlar nazorati ostida o'tkazib, hatto u yerda tunab qolayotgani haqida yozgan. Gazeta nashri shuningdek Qodirovning anchadan beri og'ir kasalligi, uning buyragi va oshqozon osti bezida jiddiy muammolar borligiga ham alohida e'tibor qaratgan. Qodirovning sog'lig'idagi jiddiy muammolar va o'limidan keyin qarindoshlari, oilasining xavfsizligi borasidagi xavotirlar bugun uning oldiga jiddiy tanlov qo'yayotgani haqida ommaviy axborot vositalarida tez-tez xabarlar chiqdi. Ma'lum qilinishicha, ko'p sonli qarindoshlarining kelajagiga bo'lgan ishonchsizlik uning yaqin sharq musulmon mamlakatlaridan ular uchun kafolat izlashga majbur qilgan. Chunki ularning rahbarlari bilan Qodirov uzoq yillik do'stona munosabatlarga ega. Tabiiyki, Checheniston rahbari bu muzokaralarni Kremldan yashirishga uringan. Vajniya Istoriya nashri holatdan darhol xabar topgan federal xavfsizlik xizmati buni Putinga yetkazgani haqida yozgandi. Vajniya Istoriya nashri o'shanda Checheniston rahbari o'z mintaqasida hokimiyat qanday tuzilganini va u ketgan taqdirda oila a'zolarini nima kutayotganini yaxshi biladi deya so'nggi voqeliklarga izoh bergandi. Albatta, bu gap so'zlar va taxminlar o'z-o'zidan o'rtaga chiqqan emas. Qodirov rostdan ham so'nggi paytlarda Yaqin Sharqqa jiddiy talpinmoqda. Hoynahoy Birlashgan Arab Amirliklari uning asosiy nishoni, chunki 19-mart kuni Checheniston rahbari Birlashgan Arab Amirliklariga tashrif buyurgandi va mamlakat prezidenti Zayd al-Nahayon bilan uchrashdi. Qodirov mazkur tashrif sababini iftorlikka yo'ygan holda Nahayonni katta aka deb nomlagan. Putin bilan uzoq yillik yaqin aloqalardan yaxshigina hadis olgan Qodirov katta aka nomli munosabatlarni maromiga yetkazishi tabiiy. Men uchun u bilan bo'lgan har bir uchrashuv shunchaki diplomatik voqea emas, balki donoligi va matonati, samimiy hurmat-ehtirom uyg'otadigan buyuk yo'lboshchi va haqiqiy musulmon bilan muloqot qilish quvonchidir. Men birodarlik, do'stligimiz va ishonch hamda o'zaro tushunishga asoslangan munosabatlarimizdan cheksiz faxrlanaman. Biz umumiy qadriyatlar va maqsadlarga egamiz. Bu bizning hamkorligimizni ayniqsa kuchli va samarali qiladi. Men doimo shayxdan madad va hurmat his qilaman. Zayd al-Nahayondan doim madad his qilgan Qodirov uning 2024-yil oktyabr oyida Rossiyaga qilgan tashrifi chog'ida ham alohida ehtirom ko'rsatgandi. Bu va boshqa jihatlarni shunchaki Ramzan Qodirov va Yaqin Sharq monarxi o'rtasidagi iliq munosabatlarga yo'yish mumkin. Biroq Qodirov va Putin bunday gap so'zlarga haligacha izoh bermay kelmoqda. Qodirov lavozimdan ketishni istayotgani haqidagi gapidan so'ng 7-may kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Moskvada uchrashdi. Uchrashuv chog'ida Putin Qodirovga so'nggi yillardagi faoliyati natijalari bilan bemalol faxr
tahqirlanishi mumkinligini aytgan. Checheniston rahbari esa Putinga mintaqaning iqtisodiy yutuqlari va ishsizlikning qisqargani haqida hisobot bergan. Putin va Qodirov Ukrainadagi harbiy harakatlarni muhokama qilgan va bu jarayon boshlanganidan buyon harbiy harakatlar ketayotgan zonaga 55,5 ming jangchi yuborilgani, ulardan 21 mingdan ortig'i ko'ngillilar ekani qayd etilgan. Kreml e'lon qilgan matnga ko'ra, yig'ilishda iste'foga chiqish haqida hech qanday gap so'z bo'lmagan. Esingizda bo'lsa, 30-aprel kuni AQSh Ichki xavfsizlik departamenti O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikda Qo'shma Shtatlardagi noqonuniy maqomdagi o'zbekistonliklarning deportatsiyasini amalga oshirgani uchun AQSh O'zbekistonga minnatdorchilik bildirgandi. Bu amaliyot doirasida AQSh Ichki xavfsizlik departamenti O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikda nafaqat o'zbekistonliklar, balki Qozog'iston va Qirg'izistondan ham bo'lgan 100 dan ortiq noqonuniy muhojirni deportatsiya qilish bo'yicha muvaffaqiyatli amaliyotni amalga oshirdi. Mazkur deportatsiyada O'zbekiston o'z fuqarolarining vatanga qaytarilishi uchun to'liq moliyaviy xarajatlarni qoplagan. Eng qizig'i, bu Donald Tramp prezident lavozimiga qaytganidan beri xorijiy davlat tomonidan moliyalashtirilgan ilk deportatsiya reysi bo'lgan. O'zbekistonning mazkur tashabbusi Oq uy bilan keyingi munosabatlarga ijobiy ta'sir qilgan chog'i, chunki joriy haftada Washington Post nashri Donald Tramp ma'muriyati O'zbekistonga Qo'shma Shtatlardan deportatsiya qilingan boshqa davlat muhojirlarini qabul qilish uchun unga bir qator maxsus imtiyozlarni taklif qildi deya xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Tramp 3-davlatlar fuqarolarini deportatsiya qilishda ba'zi mamlakatlardan tranzit punktlari sifatida foydalanmoqchi. Xususan, O'zbekiston bilan muzokaralar doirasida AQSh rasmiylari mamlakatdan deportatsiya qilinayotgan rossiyaliklar va belaruslar uchun tranzit punkt sifatida foydalanishga qaror qilgan. Muhojirlarni O'zbekistonga jo'natishga asosiy sabab qilib esa Rossiya, Belarus va Qo'shma Shtatlar o'rtasida hozircha to'g'ridan-to'g'ri reyslar to'xtatilgani ko'rsatilgan. Bu ortda qolgan 3 yil davomida yuz bergan voqeliklar bilan bog'liqdir. Washington Postga ko'ra esa O'zbekiston rasmiysi bu g'oyani darhol qabul qilgan. Unda ta'kidlanishicha, amerikalik amaldor bir qator aniq rag'batlarni, jumladan ikki davlat rahbarlari o'rtasida telefon suhbati yoki yuqori darajadagi boshqa muloqotni taklif qilgan. Demak, yaqin orada Tramp va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev orasida muloqot bo'lib o'tishi mumkin. O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi esa nashrning izoh so'roviga javob bermagani xabarda qayd etilgan. Shu bois Qalampir.uz mazkur xabar yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonov bilan bog'landi. Vazirlik voizi ikki o'rtada shunday ehtimoliy kelishuv bormi degan savolga unda hozircha bu haqda hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirdi. Burxonov shuningdek mazkur xabarlar fonida Washingtondagi elchixona bilan gaplashgani, vakolatxonaga bu masala yuzasidan hech qanday so'rov kelib tushmaganini ma'lum qildi. AQSh prezidentining vakili Kit Kellogg Ukrainaga AQSh bilan ehtimoliy o't ochishni to'xtatishning barcha shartlari yoqmayotgan bo'lsa-da, tomonlar kelishuv tuzishga yaqin ekani haqida gapirib, Kiyev yerda, suvda va osmonda uzaytirilishi mumkin bo'lgan keng qamrovli 30 kunlik sulhga roziligini ma'lum qildi. Kellogg har doim tinimsiz takrorlashdan charchamaydigan o'sha gapi, ya'ni aniq natijaga faqat bir kishi, AQSh prezidenti Donald Tramp erisha oladi deya ta'kidladi. Ammo Kellogg bu boradagi to'siqlar qatoriga bu safar Putin nomini ham qo'shib o'tdi. Menimcha biz yaqinmiz. Natijaga erisha oladigan yagona inson prezident Tramp. Ehtimol bizning to'sig'imiz Rossiya prezidentidir. U rozi bo'lmayapti. Ammo Kit Kellogg Tramp ma'muriyatidagi Kreml va u yerdagilarning pozitsiyasidan norozi bo'layotgan yagona shaxs emas. Vitse-prezident ham Rossiya o'rtaga tashlayotgan talablardan hafsalasi pir. 7-may kuni Washingtonda Myunxen xavfsizlik konferensiyasi tomonidan tashkil etilgan forumda J.D. Vance Rossiya Ukraina bo'yicha muzokaralarda haddan tashqari ko'p talablarni ilgari surayotganini aytib o'tdi. Hozirgi vaqtda rossiyaliklar mojaroni to'xtatish uchun ma'lum bir talablar, ma'lum bir imtiyozlar to'plamini ilgari surmoqda deb aytgan bo'lardim. Tushunyapsizmi? Biz ular juda ko'p narsa so'rashadi deb hisoblaymiz. J.D. Vance'ning so'zlariga ko'ra, urushni tugatishdagi Trampning eng katta xizmatlaridan biri shundaki, u Rossiyani mojaroni hal qilish shartlarini aytishga majbur qilgan, ya'ni Kremlning Ukrainadagi asl maqsadini bilib olgan. Ungacha esa Rossiya bir so'z ham demay urush zonalarida oldinga boravergan. AQSh vitse-prezidenti Vance'ning bu gaplaridan shunday xulosa kelib chiqadiki, Putin bu bosqindan juda ko'p narsani xohlagan. Balki Ukrainani to'liq anneksiya qilish yoki va hokazolar. 7-may kuni Suriya prezidenti Ahmad Ashara Yevropaga ilk tashrifini amalga oshirdi. U qit'adagi dastlabki qadamini Fransiyadan boshladi va mamlakat prezidenti Emmanuel Macron bilan ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan uchrashuv o'tkazdi. Ahmad Ashara Fransiyaga qo'ngach, Yelisey saroyiga yo'l oldi. Saroy ostonasida uni Macron kutib oldi va ikki o'rtada muzokaralar bo'lib o'tdi. Tashrif haqida avvalroq e'lon qilingan xabarlarda prezidentlar Suriyaning xavfsizlik muammolarini va uning barqarorligini saqlash yo'lida hamkorlik zarurligini muhokama qilishi
qayd etilgandi. Ammo Ash-Sharaning mazkur tashrifi fransuzlarning ko'pchiligi, xususan muxolifat vakillariga yoqmadi. Jumladan Milliy birlik partiyasining jazoga hukm qilingan rahbari Marine Le Pen o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida bu hodisani provokatsion va mas'uliyatsiz tashrif deb atadi. Uning fikricha, jihodchilar bilan uchrashuv juda xatarli. U ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Ahmad Ash-Sharaning tashrifini umumiy ma'noda shok va dahshat deya tasvirladi. Suriya prezidentining Fransiyaga tashrifi esa aslida ancha avvalroq, aniqrog'i fevral oyi boshida ma'lum qilingandi. Ikki rahbar o'shanda telefon orqali muloqot qilgani, Makron uni muvaffaqiyat bilan tabriklab Fransiyaga taklif qilgani ma'lum bo'lgandi. Umuman olganda esa 2024-yil dekabrdagi o'zgarishlardan so'ng Yevropa ittifoqi va dunyo hamjamiyatining katta qismi Ahmad Ash-Shara bilan muloqot o'rnatishga shoshildi. Germaniyaning qator delegatsiyalari bir necha bor Damashqda bo'lib qaytdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida Suriyaning yangi ma'muriyati bilan hamkorlik qilish va uni qayta tiklash tashabbuslari ilgari surildi. Ayni kunlarda esa druzlar va Isroil bilan kechayotgan ichki va tashqi muammolarni inobatga olmasa, Suriya xalqaro maydonda ancha yaxshi imijga ega bo'lib boryapti. Ayniqsa yaqinda tuzilgan inklyuziv hukumat bunda muhim rol o'ynadi deyish mumkin. Makron bilan uchrashuvni ham Suriyadagi yangi ma'muriyat uchun qaysidir ma'noda oldinga siljish deb ta'riflash mumkin. Ammo Makron Ahmad Ash-Shara short listidagi G'arbning so'nggi yuqori darajali rahbari emas chog'i. Chunki The Wall Street Journal nashri Suriya hukumati vakillariga tayanib Ahmad Ash-Shara yaqin fursatlarda AQSh prezidenti Donald Trump bilan ham uchrashmoqchi ekani haqida yozdi. Manbalariga ko'ra, Ash-Shara Oq uyga xabar yo'llab Trumpning 13-16 may kunlari Yaqin Sharqqa qiladigan safari chog'ida uchrashuv o'tkazishni so'ragan. Chunki Donald Trump shu kunlari mintaqaga safar uyushtirishi kutilmoqda. Safar doirasida esa u Saudiya Arabistoni, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklariga tashrif buyuradi. Axiosga ko'ra, Trump Saudiya Arabistonida bir qator davlat rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu tadbir Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi va bosh vaziri Muhammad bin Salmon Al Saudning taklifi bilan bo'lib o'tadi. Uchrashuvda Fors ko'rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashiga a'zo mamlakatlar, ya'ni Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Qatar, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari va Ummon yetakchilari ishtirok etishi mumkin. Mazkur uchrashuv 14-may kuni o'tkazilishi kutilmoqda. Ahmad Ash-Shara esa Trump bilan uchrashuvda Amerika va G'arb investitsiyalarini Suriyaga jalb qilish masalasini muhokama qilmoqchi ekani aytilmoqda. Chunki bu harakatning istiqbollari allaqachon ko'ringan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta Trump tarafdori bo'lgan AQShning Argent LNG gaz kompaniyasi bosh direktori Jonathan Bass Damashqqa parvoz qilgan. Bass u yerda Ahmad Ash-Sharaga G'arb kompaniyalari hamda yangi tuzilayotgan Suriya Milliy neft shirkati ishtirokida mamlakat energetika resurslarini qazib olish rejasini taqdim etgan. Bassning so'zlariga ko'ra, agar sanksiyalar yumshatilsa, Ahmad Ash-Shara bu fikrni ijobiy qabul qiladi.